Ko'pchilik yoqmasa ham bu haqiqatni aytaman, u ham bo'lsa juda ham ko'p o'quvchilar va balkim shu videoni ko'rayotgan odamlarning ham ko'pi ingliz tilini o'rganayotgan bo'lishiga qaramasdan yillab umrini bekorga sarflab, ota-onasini pulini bekordan sarflab, prosta o'quv markaziga borib kelib yoki borayotgan maktabga borib kelib, umrini sarflab, oxirida ingliz tilidan hech qanaqa natijaga erishmaganidan xafa bo'lib, depressiya bo'lib, stress bo'lib, hech qanaqa natijasiz qolishi mumkin. Yoki IELTS darajaga yetsa ham oladigan bali 5,5 bo'lishi mumkin. Prosta O'zbekiston universitetlariga kira olish imkoniyati bor, lekin necha yillab sarflagan umri va shu orzusi chet elga ketaman yoki zo'r IELTS natija olaman degan bir tiyinlik bo'ladi. Endi shu odamlar dangasaligi uchun yoki nimanidir bilmagani uchun bunaqa natijaga erishmagan emas. Ularda misol uchun maqsad bo'lgan bo'lishi mumkin yoki boshida ular ham shu zo'r natija qilaman, ota-onamni xursand qilaman deb boshlagan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchiligi shunaqa natijaga baribir ham erishmaydi. Endi bu videomiz bo'lsa, shu narsani imkon boricha kamaytirish va shu videoni ko'rayotgan odamlar qatorida shunaqa o'quvchilarni yo'qotish uchun chiqaradigan va siz ham shu 5,5 natija oladigan yoki ingliz tili men uchun emas ekan deb bekordan umrini sarflab oxirgi natijasiz ketadigan o'quvchilar qatorida bo'lishni xohlamasangiz, bu video aynan siz uchun. Shu videoni oxirigacha ko'rib qo'ying va inshaalloh oxirida fikrlaringizni yozib qo'ysangiz kommentariyga juda ham xursand bo'laman. Birinchi o'rinda o'zim haqimda aytgan informatsiya berib ketmoqchiman. Ismim Ulug'bek, 3 marta IELTS'dan ketma-ket 8 olganman. Birinchi IELTS 8 natijani 15 yoshimda olganman. Xo'p, birinchi IELTS 7,5 olganman va 3 oydan keyin alohida boshqadan topshirib 8 olganman. Shu narsani ham tushunmovchilik qolmasin, bir qator aytib ketyapman. Xo'p, nafaqat o'quv markazlaridan tashqari maktablarda va hozirda bo'lsa ko'pchilik mendan so'rab o'rgani uchun Ulug'bek mana shu farzandim misol uchun yillab o'quv markazlarida vaqtini sarfladi, hech qanday natija olmadi. O'zingiz alohida shug'ullanmang, shu bo'lib individualniy qilib bering, ozroq o'quvchi olib degani uchun hozirda bo'lsa individualniy gruppalarimda o'qitib kelyapman Andijonda. Va nafaqat anchadan beri ingliz o'qib natija olmaganlar, undan tashqari ingliz tilidan tez natija qilmoqchi bo'lgan, disiplinasi bor, maqsadi bor o'quvchilar bilan ishlatib kelyapman. Bu narsani aytmoqchi bo'lganim, endi men misol uchun dangas o'quvchilar qatorida emasman, lekin ingliz tilidan zo'r natija qilmoqchiman baribir ham desangiz, unga ham to'g'ri kelaveradi. Yo'q, men birozgina dangasaligim bor deb o'ylayman yoki ingliz tilida qiynalyapman desam, bu video sizga to'g'ri kelaveradi. Xo'p, endi siz bilishingiz kerak bo'lgan 3 tadan narsani aytib ketmoqchiman bu yerda. Imkon boricha kamroq vaqtingizni olish niyatim bor. Shu tarafdan videoni oxirigacha ko'rib qo'ying va foydali bo'lgan bo'lsa, oxirida foydali bo'ldi deb yozib qoldirsa juda ham xursand bo'laman, chunki men bilaman shu bu videolarni ko'proq chiqarishim kerak deb turib. Chunki bilasiz, yuzlab narsalar bor bilishingiz kerak bo'lgan va 3 yil davomida minglab o'quvchilar o'qitgan bo'lsam, minglab darslar olganman. Qanaqa qilib to'g'ri o'quvchi va ustoz bo'lish haqida shu hammasini bilmoqchi bo'lsa, albatta ketma-ket shu videolar qatorida YouTubedan videolar qilishni boshlayman inshaalloh. Xo'p. Endi birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu psixologik narsa. Bu ham bo'lsa qila olashingizni, bu narsa men uchun oson, bu narsani qila olaman degan mindset bilan boshlash kerak. Chunki ko'p o'quvchilar bilan misol shug'ullanganimda eshitaman ba'zilarini, ingliz tili qiyin emasmikan, qila olmay qolsam-chi, ota-onam nima deydi? Shu qo'rquv bilan boshlashadi. Agar qo'rquv bilan boshlasangiz, qanaqadir muvaffaqiyatsizlik bo'lsa o'rtada sal tashlaverasiz. Men bildim deysiz. Bu narsa men uchun qiyin edi. Shu narsani o'zi oldindan bildim. Shu narsa menga bo'ldi deysiz. Aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz muvaffaqiyatsizligingizni kichkina minusingizni katta minus sifatida ko'rib, o'zingiz oyog'ingizga o'zingiz bol urasiz. O'quvchilar qatorida bo'lishingiz kerak emas, chunki bilishimiz kerakki, o'quvchilarga har bilan birinchi kelganda aytaman. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingizlar. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa deyman, boshida eng qiyin nuqtasi bo'ladi deyman ingliz tilida. Любой narsani. Aytaylik, sportga borgan bo'lsangiz, boshida misol tanangiz og'riydi, tanangiz qiynaladi, to'g'ri? Ertalab turolmaysiz, charchaysiz, energiya yetmaydi. Lekin davomli ravishda boraverganingizdan keyin kun tartibingizni bitta qismi bo'lib qoladi. Ingliz tili va boshqa narsalar bilan xuddi shunaqa ekan. Va undan keyin bo'lsa, bu ham shu birinchi gapirgan narsam juda ham bog'liq, maqsad bilan boshlashing. Chunki prosta bemaqsad boshlasangiz, mana qilib ko'raychi desangiz, shu конечно nuqtangiz bo'lmasa miyangizda, albatta juda ham qiynalasiz. Juda qiyinchilik bo'lsa ham tashlayverasiz. Va nafaqat конечно nuqtangiz bo'lishi kerak. Undan tashqari qisqa muddatli maqsadlaringiz ham bo'lishi kerak. Misol uchun eng oson maqsad, qanaqa maqsad desangiz, bu ham bo'lsa o'zingiz qila oladigan va qisqa muddatli va o'lcha oladigan maqsadingiz. Eng oson misol aytaman. Aytaylik, ingliz tilini o'rganishni boshladim. Endi har kuni 1 soatdan vaqtimni ingliz tilini o'rganishga sarflayman va darslar qoldirmayman. Agar shunaqa maqsad o'zingizga qo'ya olsangiz va shu maqsadni ham o'lcha olsangiz, ham qisqa muddatli u maqsad. Bu degani har kuni misol uchun dars bo'lsa, har kuni borsiz uchun muvaffaqiyatlisiz. Va undan tashqari shu kichkina maqsadingiz katta maqsadingizga o'radi. Qarang, shu psixologik aspektdagi ingliz tilini o'rganishni. Shu narsani o'quvchilarga o'rgatishim majbur bo'lganman yoki kerak bo'lgan, chunki men xohlayman o'quvchilarning hamma taraflardan tayyor bo'lishini, hamma taraflarni o'zi bilishini va 100% imkon boricha shanslarining balandroq bo'lishini
bitta ishini oxirigacha yetkazib, muvaffaqiyatli bo'lishini. Bu ham biz hozir bizni misolimizda bo'lsa ingliz tilida. Xo'p, undan keyin bo'lsa, nima qilishim kerak desizchi, taktически gapiradigan bo'lsak, уже ingliz tilini kun tartibingiz qilib olishingiz kerak. Misol uchun har kuni ertalab tishingizni yuvishni o'ylamaganingizda, agar ingliz tilida dars qilishni ham o'ylamasdan qila oladigan bo'lsangiz, o'ylang qanaqa zo'r natijalarga erisha olasiz, to'g'rimi? Men xuddi shu narsani qanaqa qilsam bo'ladi desiz, birinchi o'rinda bu davomiy va bitta vaqtli ishlarni qilishni boshlaysiz. Misol uchun aytaylik, o'quv markazidan keldingiz, har kuni 1 soat, misol soat 6 dan 7 gacha vaqtingizni sarflaysiz ingliz tilini o'rganishga. Shu 6 dan 7 gacha boshqa hech narsa qilmaysiz. Xo'p, endi bu narsa menga nimaga kerak desiz, chunki miyangiz уже sekin-sekin o'rganishni boshlaydi. 6 dan 7 gacha men уже o'qiydigan paytim deydigan bo'ladi. Va shunaqa narsa davomiy qila olsangiz osonlashib ketadi, to'g'rimi? Endi aytishingiz mumkin, menimcha vaqtim yo'q yoki ingliz tilini qila olmayapman deyishingiz mumkin, lekin birinchi o'rinda rostini aytaylik, bu narsa yolg'on. Chunki vaqtimiz achincha, vaqtimiz bor. Faqatgina befoyda narsaga yo'qotishimiz kerak xolos. Va ikkinchidan biz chalg'iyotganingiz uchun xolos bu vaqtimni yo'q deb o'ylayotganingiz. Agar miyangiz e'tibor ushlab tura olmasa, bu narsani to'g'ri tushunaman. Chunki aytganimdek, men o'quvchilar, har xil o'quvchilar bilan ishlayman. Har bittasi bilan individual shug'ullanish mening maqsadim. Aytaylik, ichi dangasroq bo'lsa, okey, pishtisiz ingliz tilini qila olmasak yoki umumiy gruppaga qarab, yaxshi o'qiydigan o'quvchilar bilan ishlab, yaxshi o'qimaydiganlarni qoldirib ketish bu narsa men uchun emas. Va shu sababdan aytaylik, siz e'tiboringiz ushlab turishingiz qiyin. Qiynalasiz bu narsada. To'g'ri tushunaman albatta. Bunaqa holatda nima qilishingiz kerak? 10 minut, 20 minutdan boshlaysiz. Har kuni aytaylik 20 minut vaqtingizni ingliz tilini o'rganishga sarflaysiz. Chunki shunaqa qilib sekin-sekin o'zi ko'proq vaqt sarflashni boshlaysiz. Eng muhimi bizda hozir necha soat dars qilishingiz emas. Eng muhimi bizda davomiy ravishda dars qilishingiz va bitta vaqtda dars qilishingiz. Xo'p. Endi yaxshi dars qilishni boshlasangiz, o'zi mentalitet kuchli bo'lsa, mindset kuchli bo'lsa, undan keyin nima qilishimiz kerak desiz? O'zi sekin-sekin grammatik o'rganasiz, so'zlar o'rganasiz, hammasidan keyin o'zi ingliz tilini ham siz immersion bilan o'rganishni boshlashingiz kerak. Immersion texnik bu juda strategический maslahatlarga. Men 3 ta maslahat berdim boshida. Juda ham ko'p maslahat berib yuborman shekilli. Endi rostini aytaman, yana bitta narsa. Bu ham bo'lsa bu videoga rostini aytsam tayyorlanmadim. Hozircha vaqtim bor ekan, shu qanaqa foydali video qilib qo'yay YouTube'ga deb sразу tayyorlanmasdan aytyapman. Bu уже nima desa bo'ladi? Yillab o'qidim. Sразу aytib ketyapman, shuning uchun yaxshilab bu videoni 5-6 marta ko'rib olishingiz kerak deb o'ylayman, chunki aytganimdek juda ham ko'p va foydali va siz misol uchun mayda deb ko'rgan, lekin juda ham foydali bo'lgan narsalarni menga tushuntirib ketyapman. Xo'p, baribir ham o'zimiz mavzumizga qaytadigan bo'lsak, sizlar bilan immersion technique haqida gaplashyapti. Ya'ni ingliz tilini qaranglar, ko'pchilik matematikada yodlaydi. Xo'p, tushuntirib beraman. Misol uchun faqat grammatikal qoidalarni yodlaydi yoki gap tuzib o'tiradi, faqat zerikarli yoki holatda yodlaydi. Bunaqa qilib yodlanmaysiz ingliz tilini. Chunki ingliz tili matematika emas, ingliz tili bu til. Oddiy til bo'lgani uchun nima bilan til yaxshilanadi? Praktika bilan. Chunki bilasiz, o'zbek tilida ham misol uchun mana gapirmaydigan odamlar ichida yoki fikrni tushuntirib bermaydigan odam o'zbek bo'lsa ham o'zbek tilini yaxshi bilmasligi mumkin, to'g'rimi? Lekin ingliz tilida doimiy ravishda gaplashadigan, o'zi fikringizni tushuntirib bersangiz, imkon boricha o'z bilgan bilimlaringizni ishlatsangiz, aktivniy qilsangiz, unda albatta til o'rganishda anchalar effektivroq bo'ladi. Kichkinagina sizlarga istoriyani aytib ketmoqchiman o'rtada. Bu ham bo'lsa, bizda har dushanba kuni speaking kuni qilamiz. Va shu qizlar gruppasidan so'rayotgandim. So'radim, misol sizlar o'zbek tilida fikrlar yaxshiroq berasizlarmi ingliz tilidan dedim. Chunki ular anchadan beri ingliz tilini o'rganib kelayotgan. Speaking kun, misol uchun speaking kun 20 ta 30 ta savolga javob beradigan bo'lsak, har kuni bittadan speech beraman. Va tashqari oddiy darsimizda ham 1,5 soat ichida 1,5 soat plus minus speaking bo'ladi. Shu hammasini hisobga olib, misol minglab mavzularga speaking qilgan odamlar endi ular. Aytsam aytishyapti. Men rostini aytsam ingliz tilida yaxshiroq bo'ladi, ingliz tilida fikrimni yaxshiroq tushuntirib beraman deb gapirishyapti. Aytmoqchi bo'lganim, agar sizlar ko'proq praktika qila olsangiz ingliz tilini, o'z biladigan mavzular bilan albatta ingliz tilini cho'tki qilib o'rgana olasiz. Endi bu degani immersion technique nima ekan? Imkon boricha tilni tool qilib ishlatasiz. Bu degani vosita qilib ishlatasiz. Boshqa narsalarga erishish uchun va tilda praktika qilish uchun. Aytaylik, o'zingiz qiziqadigan mavzularda ingliz tilida kontent iste'mol qilasiz. Ingliz tilida gaplashasiz odamlar bilan. Imkon boricha fikrlaringizni journaling qilasiz. Agar qiziqsangiz shu narsaga, yoqtiradigan misol kinolar, seriallarni ko'rasiz. Endi kino, serial xususida maslahat bermayman hech kimga-yu. Chunki misol bekordan vaqt ketadi. Lekin nima qiziqsa shu narsani albatta qila olasiz. Xo'p. Endi ingliz tilini shuni o'rganish kerak ekan. Lekin baribir ham meni bitta narsa ushlab turibdi. Baribir ham shu narsani aytyapsiz, men tushunyapman, lekin ingliz tili menimcha shunaqa narsalarni qilib ko'rdim, lekin o'xshamadi desangiz, shu ikkitadan narsa menimcha iste'mol bo'lsa kerak. Birinchisi, albatta vaqtingizni qanday sarflashingiz va do'stlaringiz, okrujengiz. Xo'p, vaqtingizni qanday sarflash haqida gap ketsa, uni menimcha bilsangiz kerak. Befoyda narsa albatta vaqtingizni e'tiboringiz olishni, to'g'rimi? Shu e'tiboringiz oladigan narsalarni imkon boricha yo'qotishga harakat qilasiz, chunki o'zingizga savol berishingiz kerak. Shu narsa qaysisi men uchun muhimroq? Aytaylik, o'zim ustida ishlash
kelajakda rivojlanish yoki shu meni chalg'itayotgan o'yinmi yoki misol uchun YouTube, Instagram deb o'ziga o'zi savol berish kerak va shu narsani sразу yo'qotish kerak. Mayli xo'p bugun 20 minut ishlataman, mayli xo'p bugun 1 soat ishlataman, ko'proq ishlataman desangiz, unda bo'lmaydi. Va undan keyin do'stlarga kelsak, albatta sinfdan tashqarida ham yaxshi do'stlar topib olishingiz kerak, shular bilan vaqtingizni sarflashingiz kerak. Undan tashqari men o'ylayman, shu yaxshi do'stlar bilan ham o'z aslida gruppingiz to'ldirib olish kerak. Xo'p, yana bitta o'zim ham misol missiyam bor. O'quvchilar o'qitayotganda u ham bo'lsa, ularga yaxshi do'stlar topib berishim. Misol oddiy aytganimdek, o'g'il bola qizlar biz alohida o'qiydi. Qizlar alohida o'qisa, o'zini tengdoshlari bo'ladi qizlar. Ko'pincha tengdosh odamlar bitta guruhga qo'shaman va misol uchun bitta sinfda faqat qizlar bo'lsa, ular do'st orttirish ham osonroq bo'ladi. Bir-biridan misol uchun yonida ham tijorat bo'lgandan ham yaxshi o'qiydigan qizlar bilan misol uchun bo'lsa, bitta qiz aytaylik keyin chalg'imasa boshqa odamlar tomonidan albatta bir-biridan o'tib ketish uchun ham harakat qilib zo'r o'qishadi, to'g'rimi? Yoki o'g'il bolalar misol uchun o'g'il bola alohida o'qiydi bizda. Aytaylik qizlardan misol chalg'ib qolmasa yoki undan tashqari bizda misol uchun harakat qilamiz, sportsmen, o'zini ustida ishlaydigan, maqsadi bor, shunaqa odamlar bitta gruppaga qilib qo'yish. Misol uchun yoki yoshi ham to'g'ri keladigan, hammasini bitta gruppaga qilib qo'ysam, misol uchun befoyda yoki o'zini ustida ishlamaydiganlarni ham bir ikkita tushib qolsa agar gruppada o'zini ustida ishlab yurishlarga o'xshashga harakat qiladi, birinchidan. Va ularga avvalambor o'zim misol sifatida bo'lishga harakat qilaman, o'zim ustida ishlab. Undan keyin ular albatta o'zini ustida ishlaydi. Xo'p, ustozim qilyapti, men ham qilishim kerak degan holatda. Undan keyin shularni ko'rib, uncha yaxshi o'qimaydigan o'quvchilar ham ko'pchilikka o'xshayman deb turib, ular ham harakat qilishni boshlaydi. Aytmoqchi bo'lgan narsam chain effect bo'ladi. Chain effect degani bitta odam qilsa, ikkinchisi ham follow qilib, uchinchisi follow qilib, 3dan 4 follow qilib, aytmoqchi bo'lgan odamlar bir-biriga qarab ham o'zini ustida ishlab, rivojlanib, aytaylik oldin danga solgan o'quvchilar ham hozir cho'tki o'qiydigan bo'lib, harakat qiladiganlar ko'payib ketgan, misol uchun. Va zo'r atmosfera deganda, albatta men o'ylayman, shu hamma gapirgan narsalarimizdan tashqari yaxshi ustoz ham topishingiz kerak o'ziga. Endi bu narsani o'zim ham gapirish uchun yoki reklama qilish uchun gapirmayapman, chunki bu videoda misol Toshkentdan, Samarqand, Namangandan ko'rishingiz mumkin. Hamma ham misol uchun Andijonlik emas, gruppalarga qatnasha olmashi mumkin, lekin aytmoqchi bo'lganim bitta yaxshi ustoz topib, shu ustoz aytganiga kiradigan bo'lsa, aslida shunaqa videolarga ham muhtojlik bo'lmaydi. Lekin qo'shimchani o'z ustida ishlayotgan bo'lsa, albatta men xursandman. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bitta yaxshi ustoz toping va shu ustoz misol uchun sizni o'ylaydigan va siz kechib o'tgan yoki kechib o'tmoqchi bo'lgan yo'lda ga erishib bo'lgan, kechib o'tib bo'lgan odam bilan ishlasangiz, albatta siz o'rganishingiz 10 barobar tezlashib ketadi deb o'ylayman. Shunaqa gaplar videomiz shu haqida edi. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta kommentarda yozib qoldiring. Kechroq bo'lgani uchun energiyam tushib qoldi, to'g'ri tushunasizlar bu narsani. Va inshaalloh sizlarni supportinglar orqali energiya olaman men yana. Va kechroq bo'lsa ham shu videoda oldin qanaqadir foyda bera oladigan bo'lsam, albatta xursand bo'laman. Foyda berdim yoki yo'qmi kommentarlarga yozib qoldiring. Bu narsani albatta meni xursand qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.